Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan bugun IELTS speaking haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatimizning maqsadi sizga IELTS speaking bo'yicha ko'rsatmalar berish, qanday qilib tayyorlanish va o'z maksimal potensialingizni rivojlantirib IELTS speakingdan yaxshi baho olishni o'rganamiz. Juda ham ko'p talabalar Telegram kanalida, Instagramga yozishadi, qanday qilib speaking rivojlantirsa bo'ladi va men o'ylashim bo'yicha speaking bu eng katta muammolardan biri, chunki biz o'sha grammatikaga ko'proq fokus berib, vokabularga ko'proq fokus berib, aynan speaking tomonlama, speaking gapirish qobiliyatimizni zaif qo'yganmiz. Shuning uchun bugungi suhbatimiz sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Bugungi suhbatimizda siz bilan IELTS speakingdan qanday qilib 8,5 olganim va 6 ta ko'rsatma haqida gaplashamiz. Ismim Adilxon Kempilov, hozir Gonkongdagi Lignan universitetida to'liq grant o'qiyman hamda IELTSdan 8,5, SATdan 1520 ball sohibiman. Oxirgi 6 oy davomida Tilu degan edtech kompaniyada ishlab kelyapman va 100 dan ko'plab studentlarga IELTSdan yuqori ball olishga yordam berib kelyapman. Sirali disclaimer aytib ketadigan bo'lsam, bu videoda o'zimga foydali bo'lgan metodlar haqida gapiryapman, lekin siz ham o'zingiz metodlaringiz bo'lishi mumkin, yanada chuqurroq o'rganib ketishingiz mumkin. Bu qanaqadir general framework, o'sha frameworkdan o'tib, qanaqadir speakingingizni yanada yaxshilash uchun yordam beradigan tipslar bilan bo'lishamiz. Birinchisi, bu vocabulary. Speaking komponentni oladigan bo'lsak, u yerda 25% bu sizning lexical resources, sizning so'z boyligingiz. Shuning uchun speakingni yaxshi bilmoqchimisiz, vocabulary bu sizning priorities bo'lishi kerak. O'zim bu yerda ikkita resurs ishlatishni maslahat bergan bo'lardim. Bu vocabulary for IELTS 20 ta topikka bo'lingan, aynan o'sha IELTS topic specific vocabulary qismi uchun hamda language hunting texnique, uni sizga batafsilroq hozir tushuntiraman. Language hunting texnique keladigan bo'lsak, eng samarali metodlardan biri o'sha qanday qilib vocabularyni yuqori levelga olib chiqish uchun. Bu metod juda ham qiyin emas, vaqtingizdan ko'p olmaydi, lekin uni intensivni qilishni maslahat bergan bo'lardim, yaxshiroq rezultat uchun albatta. Shunda language hunting texnique bu qandaydir podcast yoki movie yoki qanaqadir bahsni eshitayotgan paytingiz, u yerda speakerlarni yanada fokus, diqqatingizni jamlab eshitish va u yerda notanish, noyob frazalarni ko'rganingizda ularni yozib olish. Shuningdek, qanaqadir Google Docs ochasizmi yoki o'zingizda testradingizda vocabulary listingiz bo'ladimi, u yerda language bank yig'ish. Language bankning ichiga shunda bilmaydigan so'zlaringiz, noyob frazalaringiz va ularni o'sha space repetition qilib yanada chuqurroq o'rganing, har doim takrorlang va speakingda ishlashga harakat qiling. Shu ikkita metodni ishlatsangiz, menimcha vocabulary bo'yicha aynan yuqori darajaga olib chiqadi. Ikkinchisi bu self recording. Self recordingga men shunda nimalarni kirazaman? Birinchi o'rinda siz o'zingizning gapirish qobiliyatingizni rekord qilish. First and foremost, men 2020-yilda ingliz tilini boshlagan bo'lsam, 2021-yildan beri o'sha beginnerda tugatib, esimda bor, ustozim o'zini rekord qilgan va o'sha paytdan beri men speakingni rekord qilganman. 2021, 2022, 2023, 5 yil davomida. Va shuningdek, o'sha juda ham katta sababchi bo'lgan speakingdan 8,5 olishimga. Speakingni o'sha self record qilib, o'zingiz tahlil qilasiz, qayerda muammolarni aniqlab olasiz. Va shuningdek, o'sha muammolarni ustida ustoz bilan ishlashingiz mumkin, yuqori leveldagi do'stingiz bilan yoki AI ishlatsangiz bo'ladi. Va maqsad bu yerda aniq muammolarga yechim topish. Uchinchisi, bu muammo ustida ishlang. Endi problemlarni aniqlab oldik. Ularga endi solution topish kerak. Qanday qilib solution topamiz? Sizning ustozingiz bor, yaqin do'stingiz bor, level kattaroq yoki assistentlar bor, ChatGPT, Gemini, ularni ishlashga harakat qiling. Menda mana shunaqa muammo bor. Qanaqa yechim topa olasan? Har xil metodlardan foydalanib, o'zingizni speakingda yanada yaxshiroq his qilishni boshlaysiz. Agar siz ustozsiz yoki do'stsiz tayyorlanayotgan bo'lsangiz, biz sizga Usun Prep jamoasi muammoga yechim sifatida o'sha bitta zo'r guide tayyorlab qo'ydik. Eng ko'p uchraydigan speaking muammolarini olib, ularga yechim sifatida o'zimiz o'rgangan metodlar bilan ustozlar jamoasi siz uchun yig'ib qo'ydik. Pastdagi havola orqali Docsga kirsangiz bo'ladi va Docsda o'sha eng ko'p uchraydigan muammolarga yechim sifatida sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. To'rtinchisi, debat va speaking klublarga qatnashing. Agar siz ingliz tilini endi boshlayotgan bo'lsangiz, siz juda ham zo'r pozitsiyadasiz, chunki sizda behaviorlar yo'q, sizda o'sha speaking zaifliklar yo'q. Shuning uchun beginner, elementary, pre-intermediate studentlarga juda ham zo'r maslahatim, hozirdan boshlab speaking klublarga, munozaralarga qatnashishga harakat qiling. Bu yerda o'zingizning fikrlaringizni bildiring. Bilasizmi, tushunmaysizmi, ingliz tilini baribir bildiravering. Bu yerda siz speaking qobiliyatingizni rivojlantirasiz. Va shuningdek, judge qilishlaridan qo'rqmang. Chunki biz esimda bor speaking klublarga qatnashayotgan paytimiz, men qo'rqardim boshida o'sha speaking klubda voy to'g'ri javob bera olmasam, voy xato qilib qo'ysam hamma kuladi. Lekin bitta narsani tushundim, ustoz hech qachon o'sha ingliz tilini o'rganayotgan insondan yoki biznesmen, biznes qilayotgan insonning ustida kulmaydi. Shuning uchun har doim o'zingizni try qilib ko'ring. Siz o'zingizni ustingizda ishlayapsiz, rivojlanmoqchisiz va shuningdek speaking klublarda, munozaralarda qatnashdingizmi? Always use this opportunity to speak up. Har doim shu opportunityni qo'ldan boy bermang, gapirishga harakat qiling, o'sha vocabularingizni rivojlantiring, albatta o'sha vocabularyni speaking klublarda qatnashing. Bu narsa sizda speaking qobiliyatingizni rivojlantiradi hamda ko'plab do'stlarga ortishga ega bo'lasiz. O'zim debatlarga qatnashib, Model United Nations va speaking klublarga qatnashib, juda ham ko'plab do'stlar orttirganman. Va hozirda Snapchat mapga qaraydigan bo'lsak, butun olam bo'yicha do'stlarim top universitetlarda o'qishadi va biz har doim bir-birimizni support qilishga tayyormiz. Shuning uchun mana shu debatlarni underestimate
qilmang. Har doim o'sha open bo'ling conversationlarga. Balkim siz juda ham ko'plab do'stlar orttirasiz. Va debatlarga qatnashib, siz nafaqat o'sha speakingingizni rivojlantirasiz, outlookingizni ham oshirasiz. Chunki debatda ikkita sayt bo'ladi, affirmative and opposition team. Shunda bittasi mana shu muammo bo'lishi kerak, ikkinchisi bu muammo bo'lmasligi kerak deb bahs olib borishadi. Shuningdek, o'sha critical thinking qobiliyatlaringizda IELTSga eng kerakli qobiliyatlarni o'zingizga rivojlantirasiz. 5-inchisi, eng yoqtirgan metodlardan biri bu shadowing. Shadowing deganda juda ham ko'p insonlar o'shani mashq qildi, lekin tushuntirishmaydi qanday qilishni. Mana shu videoda sizga tushuntirib bersam, birinchi o'rinda o'sha ma'lum bir videoni ko'rayotgan paytingiz, o'sha 15 minut bo'ladimi, 5 minut bo'ladimi, siz har bitta gapdan keyin pauza ushlaysiz. Men eng yoqtirgan podkastlardan biri bu The Diary of a CEO. O'sha podkastda ko'plab spikerlarni chaqirib, o'sha muammolarni discuss qilayotgan payti, men speakingni rivojlantirish uchun u yerda bitta gapdan keyin pauza ushlayman. Va o'sha gapni shunaqa intonatsiya, shunaqa ton bilan qaytarishga harakat qilaman. Shuningdek, o'zingizga eng yoqqan spikerni aniqlab oling va uni orqasidan qaytarishga harakat qiling. 6-inchisi, men uchun eng muhimi, ko'proq kitob o'qing. Juda ham ko'p talabalarni ko'raman, speakinglari yaxshi, speaking qobiliyatlari, o'sha fluency, pronunciation, lexical resource, grammatikasi ham zo'r, lekin ideyalarda muammo bo'ladi. Har doim student bo'lishga harakat qiling va speakingda o'sha bitta janrga emas, balki ko'plab janrlarni explore qilishga harakat qiling. O'sha government, ko'plab o'sha theory, filosofiya, falsafa, sotsiologiya, psixologiya hammasini o'qib chiqavering. Siz o'sha well-rounded personality shakllantirib, o'z ideyalaringizda bitta topikda emas, balki ko'plab topiklarda gapirishni o'rgansangiz, menimcha part 2 da ham, part 3 da ham va part 1 da ham sizda muammo ideyalar bilan bo'lmaydi. Shuningdek, sizga eng zo'r maslahatim, har doim kitob o'qing. O'zingizni explore qilishdan to'xtamang. IELTS bu, IELTS speakingga, IELTSga tayyorlanmasdan tayyorlansangiz, menimcha eng zo'r metod mana shu. Chunki biz qanaqa qilyapmiz, o'sha IELTS nima uchun kerak? O'sha universitetga kirish uchun men biror bir maqsad qo'yganmiz. Qanaqadir kecha bitta studentdan so'raman, board providing bo'lmoqchiman deyaptilar. Ajoyib, o'sha maqsadiga boradilar. Xudo xolasa hammamiz boraylik, lekin bitta narsa aniq eslab olishimiz kerak. Speaking qobiliyatimiz biz IELTS speaking emas, balki kattaroq masshtabda qarashimiz kerak. Переговорlarda, universitetda, kelajakdagi hayotingizda ko'plab insonlar bilan ko'rishasiz. Speaking bu sizni eng o'sha birinchi ko'radigan narsasi bu speaking. Sizni listeningizda, readingingizda qanaqadir biznesmenlar bilan uchrashuvlarda tekshirmaydi hech kim. Ammo o'sha communication, speaking qobiliyatlaringizda evident bo'ladi. Shuning uchun ham har doim o'sha eloquent speaker bo'lishga harakat qiling. It doesn't matter. Endingiz tilda boshlayapsizmi? Siz IELTS 8.5 olib qo'ydingizmi? It doesn't matter. IELTS 9 bo'lsa ham har doim speaking qobiliyatimizda ishlashimiz kerak. Nima uchun? Chunki IELTS speaking bu real world speaking emas. Atigi 15 minutga kirib, siz speaker bilan o'sha ekzaminator bilan gaplashib, o'z fikrlaringizni bildirasiz, u ekzaminator otsyanka qiladi. Lekin siz bundan tashqariga qarang. O'zim IELTS'im 8.5 va speakingdan 8.5 olgan bo'lsam ham, har doim speaking ustida ishlayman, chunki men bilamanki, bu juda ham muhim va kelajakda o'sha maqsadlarim uchun menga yaxshi speaking qobiliyatli kerak. Shuningdek, shu 6 ta metodni men IELTSga tayyorlanamanmi, tayyorlanmaymanmi, hozirgi paytda o'sha maqsadlarim bor, baribir speakingni ustida ishlayman, chunki men o'sha eloquent speaker bo'lishni har doim maqsad qilib kelganman va shu maqsadning ustida ishlayman. Assalomu alaykum do'stlar, bugun sizlar bilan Usumpro 1 haqida gaplashamiz. Usumpro o'zi nima, nimani tashkil qiladi va o'z ichiga nimalarni oladi. Usumpro 1 bu 2 oylik intensive IELTS plus admission mentorship. Juda ham ko'p talabalar IELTS olgandan keyin nima qilishni bilishmaydi. Lekin biz 2 oy IELTS ga sistemali tayyorlanib, universitetga qanday qilib topshirish bo'yicha o'z maslahatlarimiz bilan bo'lishamiz. Kursdan so'ng qanday natijalar olasiz? IELTS natijasi real o'sish. Band 5, 5.5, 6, 6.5 studentlarni 7+ darajaga. Band 7 dan Band 8 ga o'sish va aniq frameworklar va checklistlar beriladi. IELTS dan keyin nima qilishni bilish. Bu juda ham ko'p yerda uchramaydigan, lekin universitetga topshirish, qaysi davlat, qaysi grant, qaysi yo'l aniq reja orqali sizga ko'rsatib beradi. Chunki biz o'ylashimiz bo'yicha IELTS bu faqatgina instrument va instrument orqali siz ko'plab natijalarga erishishingiz mumkin. Bu chet eldagi oliygohlarda to'liq grant, o'z sohangizda yanada zo'r mutaxassis bo'lish o'sha universitet orqali. Va albatta mindset va strategik fikrlash. IELTSni test emas, balki instrument sifatida ko'rish, intizom, rejalash va o'ziga ishonchni shakllantirish. Dastur formati 2 oy. Fevral 1dan boshlab martning oxirigacha haftasiga 5 marta gruppaviy uchrashuv bo'ladi va har bir dars 1 soatdan oshiq bo'ladi. Uyga vazifalar, har bir dars uchun checklist, framework va qisqa video tushuntirishlar beriladi. Admission qo'shimchalari bonus sifatida beriladi, haftalik admission classes. O'zimiz shu yo'lni bosib o'tganimiz sababli chet eldagi oliygohlar faqatgina IELTS bilan qabul qilishmaydi. Spesifik nyuanslari bor va ushbu dasturda shu narsalarni ko'rib chiqamiz. Eventlar, coffee chats onlayn bo'ladi, har xil guestlarni chaqiramiz va alumni networking sessiyalar keyinchalik albatta qo'shiladi. Asosiy kuchli jihatlarimiz IELTS plus admission birga. Ko'pchilik kurslar faqat testga tayyorlaydi.
Biz esa IELTS universitet va kelajakka rejani tashkillashtiramiz. Ikkinchisi, cheklangan guruh. Biz uchun bu juda ham muhim. Har bir studentning o'zining potensiali bo'ladi. O'sha potensialni full unlock berish uchun maksimal darajada individual approach berishga bizga faqatgina 12 ta odam bu mentorshipga ola olamiz. Uchinchisi, real tajribadan chiqqan tizim. IELTS orqali grant, top universitetlarga kirish va shu yo'lni o'zimiz bosib o'tganimiz. To'rtinchisi, checklist based system. Har bir dars aniq nima qilishni bilish va har bir dars uchun checklistlar, frameworklar va video tushuntirishlar beriladi. Bonuslar keladigan bo'lsa, admission support. Universitetga topshirish jarayonida bizdan support olasiz. Individual consultation. Haftasiga bir marta shaxsan men bilan, mentorlar bilan konsultatsiyaga ega bo'lasiz. U yerda sizga personalized roadmap shakllantiradi. Va oxirgisi, alumni community. Usum networkga qo'shilish imkoniyati. Agar sizga bu mentorship qiziq bo'lgan bo'lsa va IELTS darajangiz 5, 5.5, 6, 6.5 bo'ladigan bo'lsa, shu videoning tagidagi descriptionda havola bo'ladi. Ro'yxatdan o'ting va tez orada siz bilan team memberlarimiz va shaxsan o'zim intervyu tashkil qilamiz. Va intervyuda sizning aniq maqsadlaringiz va IELTS sizga nima uchun kerakligini bilib olamiz. Va ushbu jarayonda birimizga mos kelishimizni bilib olamiz. Agar to'g'ri kelsa, birimiz bilan ishlaymiz va 1-fevral mentorshipimiz boshlanadi. Mentorshipda ko'rishguncha. Agar sizga video yoqgan bo'lsa va IELTS bo'yicha samarali texnikalarni o'rgangan bo'lsangiz, ularni qo'llashni unutmang, chunki o'rgangan narsangizda amalda qilmasangiz, bu narsa esdan chiqib ketadi va shuningdek o'shani don't forget to use it. Biz Usum Prep jamoasi shunaqa foydali kontent qilishda davom etamiz. Bizning o'sha sahifalarimizga obuna bo'ling va ayniqsa Telegram kanalimga o'tib subscribe qilishni unutmang, chunki u yerda men ko'plab o'sha IELTS preparation bo'yicha ma'lumotlar berib kelaman. Va keyingisida ko'rishguncha.